Bugun erkaklar muammosi haqida gaplashamiz. Bularga birinchisi tez bo'shanishlik, ikkinchisi ereksiyaning yo'qligi, uchinchisi xohishning kamligi va to'rtinchisi bepushtlik, erkak kishi bepushligi. Birin-ketin gaplashadigan bo'lsak, tez bo'shanishlikka asosan birinchi sababi psixologik bo'ladi. Odam o'zi o'ylab jinsiy aloqaga kirishdan oldin har xil xayollar bo'ladi. Jinsiy partnyorim bilan aloqa paytida uni qoniqtira olmasamchi yoki jinsiy partnyorimdan oldin bo'shanib qo'ysamchi degan xayollar bo'ladi. Bu xayollar natijasida erkak kishini o'zida qo'rquv yuzaga keladi. Birinchi sababi tez bo'shanishlikka psixologik bo'ladi. Ikkinchisi prostata bezida o'tkir va surunkali yallig'lanishlar hisobiga. Albatta, prostata bezidagi muammolar ham tez bo'shanishlikka ta'sir ko'rsatadi. Keyingi sabablari asabiylik, juda kuchli stress bo'lsa, jinsiy aloqaga xohish bo'lmaydi. Agar aloqaga kirishgan taqdirda ham tez bo'shanishlik kuzatiladi. Keyingi sababi bu ortiqcha vaznlik. Ortiqcha vaznli erkaklarimizda asosan testosteron miqdori kamayadi va estradiol gormoni oshishi ko'pchilik erkaklarimizda kuzatiladi va kam harakatlik holatlarida ham tez bo'shanishlik kuzatiladi. Endi tez bo'shanishlik bo'yicha murojaat qilayotgan bemorlarimizga birinchi navbatda buni asosiy sabab keltirib chiqarayotgan sababni aniqlashni tavsiya beramiz. Buning uchun uy sharoitlarida ortiqcha vaznli erkaklarimiz bo'lsa, sport bilan muntazam shug'ullanib turish va ovqatlanish rejimini to'g'irlashni tavsiya beramiz. Ikkinchi muammosi bu ereksiyaning yo'qligi. Ko'pchilik yoshlarimiz ham bu muammo bilan murojaat qilishadi. Buni ham asosiy sabablaridan biri ko'p masturbatsiya bilan shug'ullanishlik. Bizda yoshlarimiz o'ylashadiki, masturbatsiya foydasi juda kattadir. Yo'q, masturbatsiyani foydasidan ko'ra zararli tomonlari ko'proq. Albatta, foydasi bo'lishi mumkin. Bu urug' dimlanib qolishlarini oldini olishi, asabiylik, stressni oldini olishi mumkin, lekin masturbatsiyaga o'rganib qolgandan keyin albatta bundan chiqib ketish juda qiyin bo'ladi. Oxir-oqibat jinsiy zaiflikkacha olib keladi. Ereksiyani yo'qolishiga masturbatsiya ham asosiy sabab bo'ladi. Uchinchi muammosi jinsiy aloqaga xohishni bo'lmasligi. Buning asosiy sabablari uyquning buzilishi, noto'g'ri turmush tarzi va ko'p masturbatsiya bilan shug'ullanishlik yoki pornografiyaga qaramlik holatlarida jinsiy aloqaga xohish kamayadi va birinchi tez bo'shanishlik, ikkinchi ereksiyani yo'qlik holatlarida keltirib chiqarayotgan belgilar ham uzviy bu xohish bo'lmasligida albatta aloqador. To'rtinchi muammosi bu erkaklar bepushligi. Endi bepushtlik yuzaga kelayotganda qanday holatlar kuzatilishi mumkin? Bunda erkak spermatozoidlarini soni kam bo'lishi mumkin yoki aktivligi. Morfologiyasi bu erkak urug'ining shakli, ya'ni sifatini baholaydi. Endi ko'pchilik erkaklarimiz bepushtlikda biz qanday qo'shimcha vitaminlar iste'mol qilsak bo'ladi deb internet tarmoqlaridan yozishadi. Bularga tavsiyam avval birinchi navbatda siz doktor qabuliga borib spermani sonida yoki aktivligida, morfologiyasida muammo borligini aniqlashingiz kerak va qo'shimcha tariqasida agar sizda muammo unaqa jiddiy muammo kuzatilmaydigan bo'lsa, sizga qo'shimcha tariqasida vitamin mahsulotini iste'mol qilishingiz mumkin. Bu 100% tabiiy, halol, qo'shimcha tariqasida iste'mol qilishingiz mumkin. Bu vitamin dorimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu asalli pastalarimiz 100% tabiiy, hech qanday kimyoviy moddalar qo'shilmagan. Bu mahsulotimiz tarkibi asal, jenshen, qizilmiya ildizi va yana qo'shimcha 13 xil tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan, 100% halol.
Uy sharoitida tabiiy vitamin mahsulotini iste'mol qilishingiz mumkin. Bu 100% halol, tabiiy, tarkibida sildenafil va shunga o'xshash o'ziga o'rgatib qo'yuvchi mahsulotlar yo'q. Siz qaysi viloyatda bo'lsangiz ham yetkazib berishadi. Endi chet davlatdan ham murojaat qilishadi, bularga ham pochta orqali yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bugun sizlar bilan men doktor Bobur Abduvohidov bo'ldim. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.